Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 13-mart, haftaning payshanba kuni 2025-yilgida ikkinchi zavodimizdan video qilyapman. Hozir mana g'isht chiqarishni boshidan mana bu katta turpoq fontimiz, bu yerdan payruschigimiz bu yerga tashlaydi. Bu yerda maydalab beradi. Katta kichkina turpoqlarni, kesaklarni maydalab beradi. Mana bu holatga keltirib beradi. Bu narigi mishalkaga borib suvlarni qo'shib beradi. Namgarchiligini o'rta holatga keltirib, narigi mishalkada pirislab, qattiq qilib chiqarib beradi. Hozir u tarafdan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganlaringdek chiqarish jarayonlari ketyapti. Namgarchiligi bu yerda piris bo'lib, mana bu holatda chiqadi. Xitoy apparatda bo'shlarimiz standart holatda 6, 12, 25 bo'ladi. Hozir tushirish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlarimizni ko'rib o'tganlaringdek bu tushirilgan holati. Sariq turpoqni, toza turpoqni xohlasa. Ko'pchilik sho'ri bormi deyishganlarga, sho'ri xudo xolasa chiqqani yo'q, xudo xolasa sho'rlari oldindan 5-10% bo'lishi mumkin deymiz. Hozir tushirish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib o'tganlaringiz mana shu holatda tushiriladi. Ko'rib o'tganlaringizni xomushni yuklashni ham boshladik, xomush sotishda. Xomushning narxi zavodimizda 500 so'mdan bo'lyapti. Hozir sizlarga pishgan g'ishtni ko'rsatib o'taman hozir. Mana ko'rib o'tganlaringdek pishib tayyor holatga kelgandan keyin xumdonni ichiga olib kiriladi. Mana shu holatda tayyor bo'lib chiqadi ishlarimiz. Mana sifatlari. Ranglari atlasli holatda. Zavodimiz o'zida 850 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha